Aziz obunachilar, mana bugun biz Hasan aka, ya'ni dispetcherimizdan ish faoliyatlari haqida ozgina intervyu o'zlaridan bilib olamiz. Unda ketdik. Hop, assalomu alaykum Hasan aka. Ishlaringiz yaxshimi? Salomatlik, charchamasdan yuribsiz. Hop, biz bu yerda sizdan ozgina intervyu olish uchun keldik. Necha yildan beri shu sohada, ya'ni Amerika logistikasida ish olib borasiz? Xo'p, assalomu alaykum. Mening ismim Hasan. Logistika sohasiga men 4 yildan beri ishlab kelyapman. O'zim 3 martami, shu 5 marta Amerikaga borib kelganmiz. Hozir 15 ta traktorimiz bor. Shularga qarammiz. Undan tashqari 100 tadan ortiq traktorga dispetcherlik qilamiz. Shu Xudoga shukr. Xo'p. Bularning ofislarida hozirda adashmasam agar 30 ga yaqin odam ishlaydi. Ular updater, dispetcher, manager va akkauntantlarga bo'lingan. Keling, ular haqida ham ma'lumot olamiz. Xo'p, accounting bilan zanimatsiya qiladigan odamlar $1000 dan $2000 salary oladi. Va updaterimiz birinchi updaterdan boshlaymiz, eng pastidan $500 dan $10,000gacha oylik oladi. Dispetcherlarimiz 1500 dan o'zi 5000 gacha salary oladi. Menejerlarimizni oylik maoshga kelsak ekan, ular 5000 plus daromad topadi. Mana biz tushunib oldik, ya'ni updaterlar, dispetcherlar va menejerlar qancha maosh olishi, qancha yillik tajribaga ega bo'lishi haqida. Keling, ularning ishlatiladigan kunlik telefonlari va mashinalari haqida gaplashsak endi. Masalan, o'zimiz menejer, ya'ni hozirda ishi bo'lib bo'layotgan Hasan akadan so'raymiz. Mashinalaringiz qanaqa? Xo'p, bizda ikkita mashina bor. Bittasi Gentra, ikkinchisi Malibu XL. Shu bilan yuramiz. Menejerimiz hozirda ikkita telefon ishlatar ekanlar. Sizda menejerlikda ikkita telefon zarurmi? Yo'q, buni просто pодарок qilgan menga. O'zim 13 Pro Max legendani ishlab turibman. Buni endi janchilar qiladi. Hozir hamma hayron qolishi mumkin, jiyanchalar deganda, bu kishi jiyanchalar misolida updaterlari va shogirdlarini nazarda tutayotgan bo'lsalar, siz uchun pul baxt olib keladimi? Qisman olib keladi, конечно. Mana biz Amerika logistikasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldilaringiz deb o'ylayman va yanada shunaqa qiziqarli videolar kerak bo'lsa agar bizga podpiska tugmasini bosishni esdan chiqarmang.